Bizda yaqinda bitta holat bo'ldi. Yaqinda demayman, ancha bo'ldi. Keyin bizni yana bitta xatolarimizdan bittasi odam sonini ko'paytirib, bizda surugimiz bor deydi. Ko'p joyda. To'g'rimi? Tabiiy bu holat. Yonyapti. Klientga qilib berishimiz kerak. Brigadir nima qiladi? Eshmatga, Toshmatga telefon qiladi-da, bolalaringni chaqir. Ob'yom bor. Tezda bitirib berishimiz kerak. U farqi yo'q. Ana yerda bittasi boshqa ish qilib yuribdi, bittasi mol boqib yuribdi, bittasi boshqa qilib yuribdi. Yur deydi, ish bor deydi, olib keladi. Tabiiy bu hayotda bo'layotgan holatlar. U shkaturka qilishni ham bilmaydi, kolonna to'qishni ham bilmaydi, itakdalik boshqani ham, xavfsizlikni ham bilmaydi. Yana bitta eng og'riqli nuqtasini aytaymi? Og'riqli nuqtasi u 18 yoshga to'lmagan. 18 yoshga to'lmagan. Tushunyapsizlarmi? Bu nima degani? Bu jinoyat degani. U davlat korxonasida yoki qurilish obyektida ishlab yurgan xodim emas. U primoy qishloqdan keldi. Qishloqdan keldi, qurilishga tushib ketdi. Bu hayotda bo'layotgan narsa. Xavfsizlikka e'tibor bermadi, chunki uni rahbari ham e'tibor bermaydi. Biznes egasi ham bu narsaga e'tibor bermaydi. Unga nima muhim? Unga pul muhim, surug muhim. Xavfsizlik muhim emas. Nima uchun men og'riqli qilib aytyapman, sizlar xafa bo'lmanglar. Men shu narsa qalblaringga yetib borsin degan maqsadda shu narsani aytyapman. Ana o'lim bilan tugadi ana holat. Bunaqa holatda biznes egasi tabiiy qamaldi.